Assalomu alaykum hammaga. Hammani har xil savol qiynaydi. Bir ikkita savollar men ham o'ylab qolaman-da. Bitta savol men qiynab qoldi hozir. Uni yaxshi ko'rarmidim yoki sevarmidim. Keyin o'ylab o'yimga yetdim. Men uni yaxshi ko'rmaganman ham, sevmaganman ham. Prosta tak uni hurmat qilganman. Hurmat ketidan ko'p narsalar bo'ladi. Chunki qo'rqsangiz orqangizdan pichoq urishasiz, hurmat qilsangiz o'ylaysiz, yo'q, pichoq ursam xafa bo'ladi deysiz-ku. Menda egoizmlik kuchli-da. Faqat men deb yashayman. Ikki sababda o'zimdan ustun qo'yaman o'sha odamlarda-da. Kasal bo'lib qolsa, puli tugab qolsa. Chunki o'zimda ham bo'ladi. Birov meni hamda ignor qilsa, shunday vaqtda men ham xafa bo'laman-da. Shuning uchun uni ham shunday tushungan holatda ustun qo'yaman. Agar o'shanga ham meni boshqacha xayollarda mendan qo'rqadi, muhtoj deb o'ylasa, astagina yerga tushirib qo'ya olaman. Uni yaxshi ko'rmaganman, hurmat qilganman asosiysi.